Assalomu alaykum. Bir bga yetib kelibmiz do'stlar. Grammatika present simple affirmative. I can use the present simple affirmative correctly. Demak men present simple da affirmative, ya'ni bo'lishli holatini to'g'ri qo'llay olaman degan grammatikaga yetib kelibmiz. Present simple nima u? Demak, ChatGPT bilan boshladik. Present simple affirmative. Present simple affirmative hozirgi oddiy zamon, tasdiq gaplar. Present simple zamoni kundalik odatlar, doimiy harakatlar va umumiy haqiqatlarni ifodalash uchun ishlatiladi. Demak, 3 ta degani hozirgi kundalik odatlar, doimiy harakatlar, umumiy haqiqatlarni ifodalash. Hozirgi kundalik odatlar, doimiy harakatlar, umumiy haqiqatlarni ifodalash uchun ishlatiladi. Tuzilishi, structure, I, you, we, they va bir asosiy fe'l. He, she, it verb bir is. Subject ega, I, verb fe'l. Work object to'ldiruvchi. Object degan demak to'ldiruvchi ekan. Every day. I work every day. Men har kun ishlayman. You like pizza? Pizzani yaxshi ko'rasizmi? We play football. Biz futbol o'ynaymiz. They live in London. He works at a bank. She likes coffee. It rains a lot in autumn. 2. Fe'lga s yoki es qo'shish qoidalari. Oddiy fe'llar. He, she, it uchun fe'lga s qo'shiladi. He reads a book. She drinks tea. S, sh, ch, x, o bilan tugagan fe'llarga es qo'shiladi. He watches TV. She goes to school. Y oldidan undosh bo'lsa, y es ga o'zgaradi. Y oldidan nima bo'lsa, undosh bo'lsa, y es ga o'zgaradi. He studies English. She tries her best. Demak, study edi, studies ga o'zgaradi. Try edi, tries ga o'zgaradi. Shu qanday o'qiladi? 3s. Tries. Hop, lekin y oldidan unli tovush bo'lsa, faqat s qo'shiladi. He plays football. She enjoys music. Demak, y dan oldin unli tovush bo'lsa, faqat s qo'shilar ekan. He plays, she enjoys music. Qachon ishlatiladi? Usage. Har doimiy odatlar va takrorlanuvchi harakatlar uchun ishlatiladi. I wake up at 6 a.m. every day. Har kuni ertalab soat 6 da turaman. She goes to the gym on Mondays. U har dushanba sport zaliga boradi. Ikkinchisi, umumiy haqiqatlar va qonuniyatlar uchun. The sun rises in the east. Quyosh sharqdan chiqadi. East katta harf bilan bo'lish kerak adashmasam, chunki tomonlar katta harf bilan. The sun rises in the east. Shu qanday o'qilardi? A-S-T. East. Sharq. East, sharq. The sun rises in the east. Quyosh sharqdan chiqadi. Water boils at 100 degrees. Suv 100 gradus Selsiyda qaynaydi. Degrees Celsius. Uchinchisi, ish jadvali, transport jadvali va rasmiy rejalarga nisbatan ish jadvali, transport
jadvali va rasmiy rejalarga nisbatan. The train leaves at 8:30. Poyezd soat 8:30 da jo'naydi. The train leaves at 8:30. Poyezd soat 8:30 da jo'naydi. The shop opens at 9 a.m. Do'kon soat 9 da ochiladi. Tovush belgilar. Signal words. Signal words. Xo'p, always har doim demak signal words ekan. Usually odatda, often ko'pincha, sometimes ba'zan, rarely kamdan kam. Shu qanday o'qiladi? Rarely kamdan kam. Rarely. 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 Kamdan kam. Rarely. Kamdan kam. Never. Hech qachon. Misollar. She always drinks coffee in the morning. U har doim ertalab qahva ichadi. I never eat fast food. Men hech qachon fast food yemayman. Present simple affirmative misollar. Shaxs misol jumlasi. I like chocolate. You play the guitar. He watches movies every weekend. She speaks 3 languages. It rains a lot in November. We work in a bank. They travel every summer. Xulosa I, you, we, they fe'lning oddiy shakli verb ishlatiladi. He, she, it fe'lga es yoki es qo'shiladi. Takroriy harakatlar umumiy haqiqatlar va jadval asosidagi rejalarga ishlatiladi. Always, usually, often, sometimes, never kabi signal so'zlar bilan keladi. Shunday qilib present simple affirmative kundalik so'zlashuvda juda ham muhim. Demak, rahmat, o'rganib oldik. Endi bularni qo'llaymiz. Look at the photo below. Demak, pastdagi rasmga qarang deyapti. Do you know, bilasizmi this TV show? Bu TV showni bilasizmi deyapti. The Big Bang Theory. Nima degani ekan? Teoriya, nazariya. Theory. Demak, theory degani nazariya degani ekan. Can you name any of the characters? Can you name any of the characters? Characters. Can you name any of the characters? Can you name? Nom bera olasizmi deyapti. Characters. Can you name any of the characters? Qahramonlardan birortasini nomlay olasizmi deyapti. Can you name any of the characters? Qahramonlardan ham pastdagi rasm ekan. Birortasini tanishmi deyapti. Endi bu bizda tanish emas, bularda mashhur, bizda mashhur emas. Big Bang Theory. Hop. Endi o'qib ko'rsakmikan? 2da aytyapti. Read the text, then answer the questions. Tekstni o'qing va savollarga javob bering. Which characters in the show work together? Qaysi qahramonlar showda birga ishlaydi? Which characters live together? Qaysi qahramonlar birga yashaydi? Can you name any other TV shows about friends? Do'stlar haqidagi birorta boshqa TV showini nomini bilasizmi deyapti. The Big Bang Theory is a TV comedy about a group of friends in Pasadena, California. Leonard and Sheldon are scientists. Demak, bu TV komediya ekan. Do'stlar guruhi haqidagi, qayerdagi? Kaliforniya, Pasadenadagi ekan.
Uh, The Big Bang Theory is a TV comedy deb boshlangan. Leonard and Sheldon are scientists. Leonard bilan Sheldon scientist ekan, ya'ni olimmi, olim bo'ladimi? Scientists. Scientist. Scientist. Olimlar deyapti. Scientist. They work together and they share a flat too. Ikkovi birga yashaydi ekan va bitta yotoqxonada yashaydi ekan, kvartirada. Two other friends from work. Qolgan ikkitasi ishlaydi deyapti. Howard and Raj often visit them. Demak, tez-tez ularnikiga tashrif buyurib turar ekan. Penny lives opposite. Penny ularni qarama-qarshi tomonda yashaydi ekan. She works in a restaurant. U restoranda ishlaydi ekan. She likes Leonard and Sheldon. U Leonard va Sheldonni yoqtirar ekan. But they are very different from her. Lekin ular very different, juda boshqacha, turli xil ekan. From her. A lot of humor qanday o'qiladi? Humor. But they are very different from her. A lot of the humor comes from this contrast. Contrast degani contrast. Farq, taqqoslash, aksi qiyoslash, solishtirish. Contrast. A lot of the humor comes from his contrast. It's a simple idea for a show, but millions of people watch and enjoy it every week. Clearly, people love shows about friends. Demak, turli xil demak, comes from ular juda ko'p hazillar qilar ekan, taqqoslashlar orqali. It's a simple idea for a show. Bu oddiy g'oyasi ekan, showni. For uchun oddiy g'oya ekan. Lekin juda ko'plab, millionlab odamlar ko'rar ekan va yoqtirar, rohatlanar ekan har hafta. Clearly aniq deganim ekan. Muqarrar. Clearly people love shows about friends. Demak, odamlar do'stlar haqidagi shoular sevishi aniq ekan. Demak, demak 5 ta ekan ular, 4 ta o'g'il bola, bitta qiz bola ekan. Hop, endi learn this deyapti. Present simple affirmative. We use the present simple to talk about. Demak, biz foydalanamiz present simple dan gaplashganimizda. A. Something that happens regularly, always or never. Nimadir sodir bo'lganda dedi bo'lsa deyapti. Tez-tez, regularly, doimiy yoki never, hech qachon bo'lsa present simple dan foydalanamiz ekan. B holati edi. A fact that is always true. Doimiy to'g'ri bo'lgan haqiqatlar uchun ham foydalanamiz ekan, faktlar uchun. 3. Read the learn these books
And then complete the table below. The missing words are in the text in exercise 2. O'qing deyapti qutini. Then keyin complete the table below. Pastdagi jadvalni to'ldiring deyapti. The missing words are in the text in exercise 2. Exercise 2dagi o'tkazib olgan so'zlar bor deyapti. Present simple affirmative. I work, we work. You work, you work. He, she, itga nima bo'ladi? Works bo'ladi. Hop. Demak, works. V-O-R-K-S. He, she, itga works bo'ladi. Theyga nima bo'ladi? We work, you work, they work. Faqat he, she, itda o'zgaradi. Hop, demak, ikkinchi mashqda bizda savollar berilgandi, esdan chiqib qolibdi. 3 ta savol. Which characters in the show work together? Birga ishlashadigan qahramonlar qaysilarida? Demak, Leonard, Sheldon, Howard and Rajlar birga ishlashar ekan. Ikkinchi savol, which characters live together? Qaysi qahramonlar birga yashashadi deydi. Leonard va Sheldon birga yashashar ekan. Can you name any other TV shows about friends? Birorta boshqa shu do'stlar haqidagi TV showni bilasizmi nomini deydi. Students own answers. Ya'ni talabalar o'z javob berish kerak ekan. Bilsa aytadi. Bizda O'zbekistonda bormi shunaqa talabalar haqidagi? Bo'lishi mumkin. Nomini aytib qo'yasizlar, bilsalaring, ko'rgan bo'lsalaring. Xo'p, 3-mashqda bizga 1ga works bo'ldi, 2ga work bo'ldi. Endi 4-mashqqa o'tdik. Find all the other example of the present simple in the text in exercise 2, which ones and in s, why. Qaysilariga s qo'shildi, nega deyapti. Tekstdan hamma misollar ko'ring, present simple ga oid deya. Demak, present simple bo'lgan. O'zi hamma gaplar ham o'sha present simple ekan. 5 complete, hop. To'rda present simple bo'lgan. Is dan boshlanyapti. Is a TV comedy. Keyin Leonard are scientists deyapti. Scientists, olimlar. Hop, they work together. Birga yashashadi deyapti. Qachon birga yashashadi? Doim birga yashashadi ular. Endi they share deyapti. They share a flat, demak bo'lishadi, demak bu ham present simple bo'lyapti. Hop, formulamiz nima edi? Verb plus subject plus verb bo'lishi kerak edi. Subject demak mana they share, verb 1 bo'lyapti. Shu bo'lganini olib qo'yamiz-da. Demak to hop often visit them deyapti. Penny lives opposite. Penny lives degani Penny yashaydi degani, qarama qarshisida yashaydi. Xo'p, yana she works degani u ishlaydi, bu ham kiryapti. She works in a restaurant. She likes deyapti. Leonard and Sheldon yoqtiradi deyapti. They are very different deyapti. Comes bo'lyapti. Comes from this construct. It's a simple idea. It's a simple idea. Watch bo'lyapti. Enjoy. Keyin love bo'lyapti. Love yoqtiradi. Love shows. Some of the verbs and in s because the subject of the sentence is third personal singular. Demak, 3-shaxs birlik uchun, ya'ni he, she, it uchun s qo'shiladi. Shu haqida savol berilganda mana biz buni tushunib oldik, chunki bu yerda juda ajoyib
xulosalarimiz ham bor. Xo'p, davom etamiz. 5. Complete the sentence about the Big Bang theory. Use the present simple affirmative from of the verbs below. Pastdagi fe'llardan foydalanib deyapti. Gaplar to'ldiring deyapti. Present simple affirmative like yoqtirmoq, live yashamoq, visit tashrif buyurmoq, watch tomosha qilmoq, work ishlamoq. Millions of people demak love edi, endi like qilamiz endi. Like bo'ladi. Nimaga? Chunki ko'p odamlar. Nimaga to'g'ri kelyapti? Demak, ularga to'g'ri kelyapti. They deya like bo'ladi. Sheldon endi in a flat with Leonard. Demak, Sheldon yashaydi bo'ladi. Live yozsam to'g'ri bo'ladimi? Yo'q, nimaga? Sheldon o'g'il bola desak, qiz bola bo'lsa ham farqi yo'q. He, she. S qo'shimchasi qo'shiladi. Sheldon lives in a flat with Leonard. Raj and Howard ular bo'ldi. With Sheldon and Leonard. Demak, nima? Visit tashrif buyuradi. Visit tez tashrif buyurib turishadi. Visit. Shuning uchun ular bo'lgani uchun s qo'shilmadi. Raj and Howard nima qiladi? Sheldon and Leonard regularly. Regularly degani nima edi? Regular muntazam ravishda, doimiy ravishda, tez. Regularly muntazam, tez. Demak, with bilan degan qo'shimcha bor ekan-da. Like, visit, watch. Demak, xo'p. Shu mashinaga visit bo'ladi-yu. Visit. Desaga tez muntazam ravishda borib turadi. In general degani umumiy qilib aytganda deganimi? In general umuman deyapti. Umuman. In general. People shows about groups of friends. Demak, watch bo'ladi endi. Watch. People watch odamlar bo'lgani uchun qo'shilmadi. Ana buni endi work qilib o'zgartirib qo'yishgan. Raj and Howard with Sheldon and Laird nima ishlashadi ular? Work. Like, lives. Hop, tekshirib ko'ramiz endi. Birga watch bo'pti. Xatodan boshlabmiz. Millions of people watch the show regularly. Demak, like emas, yoqtiradi emas, watch ko'rishadi. Watch bo'lish kerak ekan. 2da lives to'g'ri, endi iloji yo'q, bitta edi chunki variant. 3da work to'g'riladi. 4ga visit, 5ga endi like bo'ladi. Demak, in general people live likes bo'lmaydi, like bo'ladi. Odamlar yoqtiradi. Shows about groups of friends. Demak, yaxshi emas, 2ta xato qilib qo'ydik-ku. Mana 3ga ham ancha o'ylandim. Look out nima edi? Hushyor bo'ling, e'tibor bering degani-da. Some verbs change spelling when you add s for the third person singular form. Demak, ba'zi fe'llar o'zgaryapti deyapti. Change o'zgartiryapti. Spelling harfini when you add demak s qo'shayotganimizda 3-shaxs birligi uchun I go, she goes, you watch, he watches, they study, she studies. Verb be deydi. The verb have is irregular degani noto'g'ri fe'l deyapti. The verb have
is irregular. Have fe'li irregular deyapti. Noto'g'ri fe'l deyapti. We have, it has. Demak, have'ni has'ga o'zgartiramiz ekan. Xo'p, shunchaki s yoki es qo'shilsa to'g'ri fe'l, lekin shakli o'zgarib ketsa noto'g'ri fe'l. Goes bo'lyapti. Have esa has'ga o'zgarib ketyapti. Shuning uchun noto'g'ri fe'l. Read the lookout box, then complete the text. Hop, 6-chi mashqqa keldik. Read the lookout box. Then complete the text. Complete the text with the present simple affirmative form of the verbs in bracket. Qavs ichidagilarni to'g'ri shaklini joylashtiring deyapti. My stepsister nima edi? O'gay singlim deyapti. Rose is a scientist. Demak, Rose olima ekan. And she she'ga es qo'shilardi. Loves her job. Kasbini yoqtirar ekan. She works at a university in California. The California University ishlaydi ekan. She studies demak, vaydonni undosh kelsa o'zgarib ketadi deganda es qo'shildi. Stars and black holes. U o'rganadi deyapti. Stars and black holes. Stars yulduz desak, yulduzlar va black holes nima ekan? Qiziq. Yangi so'z. Demak, she studies stars and black holes. U yulduzlar va qora tuynuklarni o'rgan. Black holes qora tuynuk ekan. Black holes degani qora tuynuk. Rose isn't American. Rose amerikalik emas deyapti. But she really u haqiqatan ham like degani endi likes. Yoqtiradi. Likes her life in California. California hayotini haqiqatan ham yoqtiradi deyapti. Every weekend, har dam olish kunlari. Har dam olishda deyapti. She go to the beach. She goes bo'ladi. Goes to the beach. She meets friends there, and they endi go o'zi bo'ladi. Goes bo'lmaydi. They go surfing together. Surfing nima edi? Surfing. What? Ana bu narsa surfing ekan-da. Surfing. Skateboarding, yeah. Surfing meaning qilyapti. Mana surfing qilyapti. Surfing. Uzbek, yes. Surfing. Surfing mazza shkala. Wow, afshi mazza ekan. Hop, surfing bu o'sha uchish ekanda. Surfing together. Birga o'sha surfing qilgan bo'lar ekan ular. Rose share, demak shares bo'ladi. Shares an apartment. Apartment degani nima edi? Xonadosh, kvartiradoshlarim. Apartment. Kvartira. Apartment. Xona, turar joy. Apartment.
Rose share an apartment with one of her friends. Bitta do'sti uchun one of her friends. Bitta do'stlari debdimi? Share an apartment with one of her friends, Madison. Friend bo'lishi kerak emasmi shu? One of her friends. Yozib ko'rikchi. One of her friends. Uning do'stlaridan biri. Demak, do'stlaridan biri bilan bo'lishar ekan. Madison ekan u. Do'stlaridan biri Madison bilanmi? Madison works. Madison ishlaydi ekan in a restoranda, and she is often at work in the evening. U tez nima ishlaydi ekan, endi kechqurun ham ishlab turar ekanda. On those evenings. Nima degan ekan? On those evenings. O'sha oqshomlarda degan ekan. On those evenings, Rose watches DVDs in the apartment, or she has dinner with friends in town. O'sha on those evenings, o'sha oqshomlarda Rose watches DVD ko'rar ekan in the apartment, kvartirasida, yoki she has dinner with friends in town. Shaharda do'sti bilan kechki ovqatni yeydi ekan. Dinner kechki ovqatmidi? Dinner kechki ovqat. Dinner kechki ovqat. Xo'p, zo'r. Okay, demak tekshirib ko'ramiz. 1 ga loves bo'ldi, xo'p. 2 ga works, 3 ga studies, 4 ga likes, 5 ga goes, 6 ga meets ga ham o'ylanadimi? Meets, 7 ga goes. Go to'g'ri. 7 ga go, 8 ga shares, to'g'ri. 9 ga works, 10 ga watches va 11 ga has. Demak, 100% to'g'ri. Xudoga shukr. Grammar Builder 1B page 124 deyapti. Demak, 124-betga borib kelamiz endi. Demak, present simple affirmative. Write sentence in the present simple affirmative deyapti. My cousin work in Sweden. Demak, my cousin works in Sweden. To'g'rilab chiqamiz. I love comedy shows. Demak, bunda I love comedy shows. Demak, bu o'zi to'g'ri ekan. My best friend, mening eng yaqin do'stim deyapti. Live with his grandparents. Demak, uni my best friend lives bo'ladi. Nimaga? Chunki u o'g'il bola bo'ladimi, qiz bola bo'ladimi, he yoki she bo'ladi, o'shaning uchun s qo'shiladi. O'shaning uchun qolgani to'g'ri. My dad teach English. Teaches bo'ladi. Teaches o'rgatadi ingliz tilini. Teaches. My dad he bo'lganligi uchun s qo'shiladi. We listen we bo'lgandan keyin hech qanaqa qo'shimcha qo'shilmaydi. We listen to music at home. Biz uyda musiqa tinglaymiz. Qachon? Eshitgimiz kelganda. Demak, har kun kechqurundir balki. My sister, demak she bo'lyapti. My sister goes to school by bus. Mening singlim avtobusda boradi maktabga. Qachon? Shu maktab kunlari boradi har kuni. I enjoy school. I bo'lgandan keyin hech qanaqa qo'shimcha qo'shilmaydi. I enjoy school. Men maktabdan rohatlanaman deyapti. Juda defitsit bo'lib ketyapti bu gap lekin. My dad study. My dad bo'lgandan keyin yana s qo'shiladi. Xato. Nimaga? Chunki y bilan tugayapti.
Studies bo'ladi. My dad studies ancient language. Ancient language. Ancient. Nima degani? Ancient. Ancient. Qadimiy degani. Ancient. 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 Qadimiy. Uzoq o'tmi juda eski ko'hna qadimgi. Qadimgi tilda o'rganyapti. My dad studied ancient languages. Qadimiy tillarni o'rganar ekan. Studies ancient languages. Demak, tekshirib ko'ramiz. I love comedy shows. My best friend lives with his grandparents. My dad teaches English. We listen to music at home. My sister goes to school by bus. I enjoy school. My dad studies ancient languages. Hop, uchinchisiga keldik. Qayergacha ekan o'zi? 3-4dan keyin bo'ldi ekan. Look at the table. Jadvalga qarang. Complete the sentence about the people's regular activities. Muntazam mashq qilgan activities degani nima degani? Activities. Faoliyat. Activities, tadbirlar. Activities. Look at the table. Complete the sentence about the people's regular activities. Who? John. What? Sing. Where? When? In the bedroom. Demak, bitta misol berdi. John sings in the bedroom. John qo'shiq aytar ekan. Bedroom, yotoqxonada. Hop, Tom and Anne play tennis in the garden. Tom va Anna tennis o'ynaydi ekan. Bog'da. Connor meets bo'ladi. Meets demak birga s qo'shildi. Meet ham s qo'shildi. Meets friends after school. Maktabdan keyin do'stlar bilan uchrashar ekan. Liam and Evie visit relatives. Relative qarindoshmidi? Relatives qarindoshlar. Qarindoshlarnikiga borar ekan. Every weekend. Ha, dam olish kuni borar ekan. Right, Rachel have bo'lmaydi, endi has bo'ladi. Has a shower every evening. Har kun kechqurun Rachel dush qabul qilar ekan. Chunki maza qilib dam olib, ertangi kunga to'la energiya bilan yurishini bilar ekanda. Yaxshi bola ekan Rachel. Daniel skateboard this bo'ladi. Endi skateboardda uchadi. In the parkda skateboards. Hop, tekshirib ko'ramiz 3-mashqda. Tom and Anne play tennis in the garden. Connor meets friends after school. Liam and Evie visit relatives every weekend. Rachel has a shower every evening. Daniel skateboards in the park. Demak, hammasi to'g'ri ekan. To'g'ri deyapti. Use a table to make 5 more sentences. 5 tadan ko'proq gaplar tuzing deyapti. Jadvaldan foydalan. Combine the names, activities and time
places in different ways. Demak, gaplar tuzishimiz kerak ekan. Misol beryapti. Connor plays tennis in the bedroom. Yotoqxonasida tennis o'ynaydi ekan. Bedroom yotoqxonami axir? Bedroom. Yotoqxona. Bedroom. Hop. Nechinchi betda ketyapmiz? 8 qilyapman. Oho, ancha ketib qo'yganmiz, Demak, 10-betga ketyapmiz ekan. Hop, grammar builderni qurib keldik. 1-14. Listening. Pronunciation talaffuzida listen and repeat these third person singular verb forms. Pay attention. Demak, e'tibor qiling deyapti. To the sound of the endings. Oxiridagilarga e'tibor qiling deyapti. Knows, loves, visits, works. Is. Finishes, washes, uses. Demak, s bilan z tugaydigan holatlar bor ekan-da. Eshitib ko'ramiz. 1-14. Lesson 1B. Exercise 7. A. Knows. Loves. Visits. Works. B. Finishes. Washes. Uses. Yana bitta. Lesson 1B. Exercise 7. A. Knows. Z bo'ldi. Knows. Loves. S bo'ldi. Visits. S bo'ldi. Works. S bo'ldi. B. Finishes. Washes. Uses. Demak, as or C bo'larkan, bunda is bo'lyapti ekan-a. Demak, listen and repeat these third person singular verb forms. Birga o'qib qaytaring deydi. Qaytardik. 8da pronunciation. Listen and repeat these third person singular verb forms. Do they have ending A or B deyapti. A bilan B bilanmi deyapti. Demak, comes, dances, goes, likes, lives, shares, teaches, watches. Demak, A yoki B ligini qo'yib ketishimiz kerak ekan. Qiziq. Qani, nechta topamiz ekan? Lesson 1B. Exercise 8. Comes. Dances. Goes. Likes. Lives. Shares. Teaches. Watches. Demak, lives. Yana bitta eshitamiz. Lesson 1B. Exercise 8. Comes. Dances. Goes. Likes. Lives. Shares. Teaches. Watches. Lesson 1C. Endi tekshirib ko'ramiz. Xo'p. Yana xatolar bormikan? 8. Demak, comes A ga kirar ekan. Keyin goes kirar ekan. A ga dances demak B ga kirar ekan. Dances B ga, goes demak A,
Demak, likes A, leaves B. Qo'yibdi. Leaves ham A ekan. Shares. Bu ham A. Demak, endi teaches bilan watches B ekan. Demak, B ga 3 ta ekan. Dances, teaches, watches. Comes to demak goes, likes, leaves, shares A ga kirar ekan. Xo'p, nechta xato chiqdi? Anchagina. Yaxshi emas. Diqqatni oshirish kerak lesson. Hop, talk speaking, yeah, work in pairs. Think of a TV show about a group of friends or a family. Tell your partner 3 facts about TV show. Use verbs from this lesson. Can your partner identify it? Shaxsiy ma'lumotlarmidi identify? Can your partner identify it? The main characters are X and Y. They live in X loves school and she studies a lot, but why? Wow, shit, demak. Think of a TV show. TV show haqida fikrlang deyapti. Group or friends or oilangizda, do'st guruhingizda yoki do'stlaringizmi. Tell your partner these 3 facts about TV show. Show haqidagi 3 ta faktni partneringizga ayting, sherigingizga ayting deyapti. Use from this bugungi fe'llardan foydalaning deyapti. Bu darsdagi fe'llardan foydalaning. Can your partner identify it? Ularga qo'shiladimi deyaptimi? Identify. Aniqlash ekan. Identify. Identify. Keyin ham yozuvdim. Identify. 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 Demak, can your partner identify it? Demak, shu bilan 1B tugadi. Present simple affirmative.